bir ayol, Qirg'izistonlik bir ayol mana Moskvada turadi. Sol ayol o'sha meshit bitgancha ay sayin $100 salib turadi bu жаңағы. Bala chaqasi ko'p, kuyovi biroq beynamaz. Ustoz deydi, mening deydi, astasgan baylig'im yo'q deydi-da, mening astasgan baylig'im yo'q deydi. Biroq sol meshitda deydi, bir bala qari bo'ladi bo'lsa, so'ga mening de bir sebebim teggan bo'ladi qo'y. Ertan Allohning oldida yuzim jarq bo'ladi qo'y deydi. Allah ajrini ziyoda qilsin. Alhamdulillah bizning qirg'iz bavurlar atasına rahmet. Mana avulda yurib qaz adamlar meshitga kela olmay yurgu, avulda yurib. Saqal qo'ya olmay yurgu, saqal. Boshda o'ram olmay yurgu, misolda qirg'iz bavurlarimiz sol Moskvaning tubida, o'rislarning shaharida saqallarini qo'yib, o'ramalni o'rab, kechki namozga borib, Qur'on jattab, sol Moskvada qari bo'lib atgan yigitlar bor. Atasına rahmet. Biz avulda yurib meshitga kela olmayapmiz. Ko'chada yurgan ishtonimiz yirtilib ketayin deydi. Bir kitobda ashib, muallim seni nemizin bir Qur'onda olib o'qiy olmaytimiz. Qancha aytganing og'zi yomon, chilaganing ko'zi yomon. Nemnenge sen kekireysin, baysinba baylig'ing o'zingga, ertan qabrga tirjalash kirasan. Kuchlisinba, ertan qabrga borasan, shiriysin. Sening butun yetingning barlig'i qurt qumursqaga jim bo'ladi. Kimsin sonda? Kimsin? Attegi ömrüm deb qalasın. Attegi ömrüm deb qalasın. Barmağında shaynab qalasın. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Vel asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu ve amilus solihat ve tawasa bil haqqi ve tawasa bis sabr." Zaman qasir. Adamzat o'kinishda bo'ladi. Qayg'u qasratda bo'ladi. Barmağını shaynavda bo'ladi. Neden? Ömrünü bekerdemeger o'tkazganligidan. O ata, mana jashingiz nechga keldi? Biroq azanda qo'lingizga Qur'on olib kitob o'qimaysiz. Sizni balangiz ne deb eshitdi? Ne deb esga oladi balangiz? Aytingizchi. Bir haqiqatni aytingizchi. Azandan kechgacha televizor, nemisem gazet, nemisem sirtda o'tirib, domino shashki o'ynab o'tirasiz. Ey apajon, mana jashingiz 67 ga keldi, 70 ga keldi. Hali Qur'on o'qiy olmaysiz. Qaytib ajami deb ayta olasiz. Kim eshak kiyganning barlig'i ajab ololmaydi. O ağayın, ajiler, atalar, mana endi ağayın, yigitler mana, enelerim. Müslüman adam bir shukurga yekire tushmaydi deydi. Soqir assesini yekire jo'qotmaydi deydi. Aldınғы atalarımızı ko'rib atırmız, Qur'on o'qiy olmay жатыр olar. Tepten bata berdising, bata bera olmay жатыр olar. Solardın keyfini kiymemiz kerak biz. Jasmallar meshitga to'lib o'tirsa, bishara qardiyamin degan atalar uyda o'tir, televizor ko'rib, qalovim ko'rib o'tiradilar. Balaning oldida qadri bo'ladimi? Qizning oldida qadri bo'ladimi? Kelinning oldida qadri bo'ladimi? O'z qadrini oyoq osti qilgan atalar, afalar ertaroq tavba qilish kerak. Bir kuni hujrada saboq o'qib o'tirsak, bir qariya keldi. Qur'on o'rgatingizlar dedi. Жаңағы men o'qitaman, miyina kirmaydi endi. Ana o'qitadi, jan-jaqda o'qitib, ish miyina kirmaydi. Biroq bizning vaqtimizda olib qo'yadi. Sondan bir kuni biz ustozimizga arz qildik. Mana kishini boshqa yerga jiberingizlar, bizning vaqtimizda oladi deganda, Alloh rahmat qilsin, Hakimjon Qari degan ustozimiz bor edi. 116 yoshida dunyodan o'tdi. Bu kishi marg'ulandiq bo'lgan. Allah kabrini nurga to'ldirsin. O'lediğin neşin, o'letin kun neşin sabah berib ketgan. O'letin kuni neşin sabah berib 116 yoshga keldi o. O'lelik neşin sabah berib ketdi qarangizlar. Allah bizga de son nasib etsin. Atamning bu uzoq ömür sürüyü mangızlı emas ağayınlar, bilib qo'yamiz. Ömrimiz Allah'ın ibadatında o'tib eng ulkan mangızlı narsa. Ömrimiz Allah'ın yolunda ta'lim tarbiya berumenen, ta'lim tarbiya alumenen, Allah'ın kalamın okumenen can tapsırıp Allah bizga nasip etsin.